Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Rich Auto pultini NC Studio 5560 platasiga, ya'ni kompyuterli versiyaga o'zgartirdik. Ya'ni pultdan kompyuterli versiyaga o'zgartirdik. Buni afzalliklari shundaki, kompyuterdan bemalol chizma tayyorlab, to'g'ridan-to'g'ri roverga buyruq berish imkoniyati mavjud. Bu sizga ancha xarajatdan, ya'ni ancha ovoragarchilikdan saqlaydi hamda roverda masalan plata ehtiyot qismlari, NC Studio'ning bu platasi yo bo'lmasa kompyuterga qo'yiladigan boshqa platasini almashtirish imkoniyati Rich Auto pultni yangisini olgandan ko'ra arzonroq tushadi. Ushbu pultni almashtirganda mana Rich Auto stanoyiga qo'yiladigan platasida mana shu uchalasida ham mana bu 1, 2, 3 uchtasida XYZ ni driver, ya'ni mana bu driverlarga keladigan ma'lumotlarni tahrirlab beruvchi kabellar joylashadi, ma'lumot signal beruvchi. Bu yerda shpindel harakatlantiruvchi kabellar joylashadi. Bu yerda yer, ya'ni zazemleniyasi, bu yerda XYZ limit datchiklari, bu yerda toll setter, ya'ni tig'da avtomatik nolga oluvchi kabel joylashadi. Bu yerda esa shu pultga elektr tok yetkazib beruvchi sxema joylashadi. Mana shu barcha kabellarni mana shuncha katta platani shu kichkinagina plataga joylashtirdik. Buni effektini ishlatib ko'rganlar biladi. Juda yaxshi nima beradi, ya'ni foydalanuvchiga qulaylik beradi. Sizlarga ham shuni maslahat beraman. Agar mana shunaqa platani almashtirish bo'yicha biror maslahat kerak bo'lsa yoki shuni almashtirish xizmati kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha borib, istalgan territoriyaga borib almashtirib joyga qo'yib beramiz. Xizmatini kelishilgan narxlarda qilib beramiz. Plata yo'q bo'lsa, o'sha platani o'zimiz olib boramiz, kompyuterni ham o'zimiz yig'ib yetib beramiz. Murojaat uchun +99 893 455 69 52 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.